Video bo'linib ketdi. Birinchi video tugab, ikkinchi video o'tyapti. Mana shu Plus ichka salon kirib ketyapti mana. Ikkinchi ko'kimiz bu zireliga kelyapti, kurchatida mana. Hozir ko'rsatib o'tamiz qaydaligini uni ham. Mana shu aytayotgan ikkinchi videomizdagi kurchatilimiz ismi mana. Cobalt Spark'lar shuni ko'rasiz. Hozir biz Cobaltga qo'yapmiz mana. Cobalt avtomobil mana. Mana ikkita kurchatir sim bo'ladi mana. Ashali radnoy signaldan kelyaptigan Plus mana kiryapti. Mono bildim birga qilganimizda chiketyapti. Ikkovini bitta qilib ulab beradi. Signal chalganimizda Pabedaga o'tadi. O'tirganimizda cho'maydi Pabeda mana. Radnoy o'tadi, radnoy ochtekni suqmaganmiz, ana cho'mayapti. Mana endi mo'nga birga qilganimizda Pabedaga o'tadi mana. Cholyapti mana Pabeda. Yurigingizga yana ham balandlikda dinam zaryad bergan hisobiga mana shu kurchatir. Bunda ikkovi ham Plus hisoblanadi. Minus yo'q bu yerda kurchatirga. Qo'qmay o'laverasizlar mana. Bitta Plus ashi radnoy signalni Plus olib kelasizlar. Ikkinchi kurchatirda shunday qilganinglarda relada o'rtada aytayotgan temir relamiz o'rtasiga olib ketasizlar. Endi ya'ni 4 ta rela qo'ysa 86 ga deganim boshundan ketadi mana. Plus kiryapti. Cobalt bilan Spark'lar shunday o'laverasizlar. Qachon qo'ysanglar ham mana shunday qo'yaverasizlar. Agar tushunmagan bo'lsanglar yana bir qator tushuntiraman mana. Shu ikkitali sim, kurchatir simi, bittasi radnoy signalni Plusdan kelyapti. Ikkinchisi nimaga ketyapti? Shu rela qo'yayotgan relamizda Pabedaning relasiga ketyapti. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu aytayotgan simim, shu salondagi kurchatir sim mana ikkovi. Bittasi mana ikkitalik bittasi mana radnoy signalimizdan chiqib mana ichka salon ketyapti. Shu kurchatir hozir aytayotgan kurchatirimizdan bittasimi. Ikkinchisi mana relada mana 12 volt B qilib qo'yganiga mana kurchatir bir bosganimizda ikkovi ulab berib ichkaridan kurchatir mashinaga keladi. Pabeda keyin choladi. Agarda mashina o'rnida universal rela 4 tali rela bo'lsa, pastdan minus 85 bo'ladi. 86 mashina buni kelyaptigan o'rtadagi sim bo'ladi. 86 ash kurchatirning kelyaptigan bo'ladi. 87 mana X bo'ladi mana, signal ketish bo'ladi. 30 qolyapti, 30 da. Endi bunda 30 yo'qligi uchun 30 da birdan через birdan yo akirmatidan yo bloydan через birdan qilib Plus olasizlar. U 4 ta rela qo'ysanglar. Bunda shart emas. Pastdan tok. Bu relaga shart emas. O'sha radnoyni Plus kelsa bo'ldi mana. Mana S pastdan minus akirmatiga qatirganman. X 87 signal ikkovi ketish, Plus chiqish. Mana bu kurchatirdan keladi. Hozir aytgan radnoydan ichkariga kirib turib, через kurchatir orqali Plus bo'lib keladi. Shunda signal cholinaveradi mana. Mana aytganimdek mana shu kurchatirga mashinadan ikkitali simni olib kelib turib mana salonga olib kelib ketasizlar. Mana bittasini bunga ulasizlar, bittasini mana shunga ulasizlar. 4 ta relada 86 ulasizlar. Bu mashina bitta adashmoqchilik bo'lmasin. Bittasini shunga kurchatir iyadan olib ketib, bunda ham 4 ta relada bundan olib ketasizlar. Kelyaptigan ikkinchisini 86 ulasizlar. Bunaqa rela emas, 4 ta rela qo'ysanglar 86 ulasizlar. Bo'ldi, shu bilan signal ulanish har doimgidek bir xil ulanaveradi. Cobalt Spark'lar shunday ulasizlar ko'proq holatlarda.